yangi chiqarilgan qonun to'g'risida gapirdingiz. Bu aynan raqobatni kuchaytirish uchun belgilangan. Bu qonunning nomi ham shunday nomlanadi. Lekin qonunda shunday modda bor, auksionda bir kishi narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksionda birgina odam ishtirok etsa ham auksion o'tkazilgan hisoblanadi degan bandi bor. Va qayta o'tkazilganda ham yana shu birgina odam ishtirok etsa ham baribir o'tgan bo'ladi degan qonuniy talab bor ekan, imkoniyat bor ekan. Va to'g'ri bilamiz, ba'zida bozorda ayrim mahsulotlar kam bo'ladi, taklif etuvchilar bitta bo'lishi mumkin, ularning sheriklari bo'lmasligi mumkin. Lekin bir kishi auksionda ishtirok etishi bilan aynan shu raqobatni to'sib qo'ymayaptimi? Bunda texnik talablar ham bir kishiga moslab o'tkazilishi mumkin, manfaatlar to'qnashuvini ham aniqlash qiyin bo'ladi. Umuman kelishilgan tenderlar ko'payib ketmaydimi? Ya'ni qonun o'zida bir yaqqol katta kamchilik bo'layman. Keyin vazirlik mana shu davlat xaridlarida qo'yiladigan talablarni ham ko'rib chiqadimi? Ko'pgina davlat tashkilotlari davlat xaridlarida shunday talablar qo'yishadi. Mahsulot olgandan keyin uni to'lash vaqtini 365 kun belgilashadi. Bu ko'pgina tadbirkorlar uchun noqulay. Ya'ni siz tovarni sotasizda 1 yil ichida u to'lab bersa. Buni hech ko'rib chiqqanmizmi? Keyingi savolim, ko'pincha bizda milliy mahsulotlarga imkoniyat berish uchun talablar ham shundan kelib chiqib yoziladi. Bunda ko'pgina tadbirkorlar baribir valyutani ishlatib, tashqaridan ehtiyot qismlarni olib kelishadi va bu yerda butlashadi. Ya'ni bu yerda ishlab chiqarilmagan, tashqaridan olib kelingan ehtiyot qismlar evaziga bu yerda yasalgan mahsulotlar ichki mahsulotlarga imkoniyat berilgani uchun tenderda yutib ketadi. U qanchalar qimmat bo'lsa ham. Buni ham o'ylab ko'rganmisizlar? Bu ham tadbirkorlar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Va yana maktabgacha va maktab ta'lim vazirligidan ham bordi deydi. Tadbirkorlarning talabiga ko'ra aynan mana shu vazirlikda ta'minot va logistika ko'p xaridlarni amalga oshirishini va xaridlarni amalga oshirganda ko'proq yagona firmalarga moslab talablar yozilishidan ko'p tadbirkorlar arz qilishgan. Ya'ni asosiy ball 140 ball texnik talablarga beriladi va narxga belgilangan talab 30 ball bo'lgani uchun qanchalar arzon mahsulot taklif qilishsa-da ko'pgina tadbirkorlar yuta olishmaydi.